Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun Urumchi qatlaminingki 15 yilligi deb o'ltiribdimiz. 15 yillik, 20 yillik, 30 yillik deb saqlab o'ltiraversak, qanday bo'ldig'ini menimcha aqli bor insonlarning hammasi bilalaydi. Agarda shu kishilik huquq da'vosi deb turib jar savatqanlarniki haqiqatan kishilik huquq da'vosi qilgan bo'lsa, vatanning holi bugünkidek bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda kishilik huquq doirasiga kiradigan shu diniy erkinligimiz hech bo'lmaganda shu o'liklarga bo'lsinmi ega bo'la olaydik. O'liklarning namoz tushirilishiga, o'liklarning bu qabrisida bo'lsin jim yetishiga bir qadam bo'lsinmi keyniga chekindirib Xitoyni bir oz bo'lsinmi bir nima qila olgan bo'lardik. Lekin undaq bo'lmadi. Ana til deb chet elda jar solgan bilan ana tilning ahvoli nadan nagacha hammanglarga ayon. Agar haqiqatan rost da'voga bo'lgan bo'lsa, bizning bu zulmimiz bir qadam bo'lsa-mu keyniga chekinib turgan bo'ladi deb qarayman. U mustaqillik davosini voy quruq davo quruq shu var. Agar sening rost o'l bo'lgan bo'lsa, mush ishlarni o'zim qila olayding deb turib savol qo'ysak bo'ladi deb qarayman men. Agar aql joyida bo'lsa.